Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Rasmiy olmayapsizmi? Bugun mana baliq ovini birinchi kuni ekan, inshaalloh. Bugundan baliq ovlashni boshlaymiz. Yazyon tomonga borib, yaxshi natijalar bilan qaytish niyatimiz bor. O'zim bosh rollarda bularni bir aylantirib kelaman. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni bosh ovchimiz. Mana kattasi chiqyapti yana bitta. Oqsoqolimiz. Mana oqsoqol duogo'yimiz. Oching. Orqani ochib qo'ying, narsalarni sog'olsin. Bugungi ovimiz uchun xuray tayyorlaymiz. Buxonkadan bismillahirrohmanirrohim. Rais, keldingmi? Buxonkani chekkalarini olib tashlab, o'rtasini olamiz. Buxonkaga mana qizil suvni qo'shamiz. O'sha bozorlarda sotiladigan o'zimiz oddiy qizil suv. Qo'shib yaxshilab tayyorlaymiz. Ana. Yaxshilab yeymiz. Yentaylar oqi borda hozircha. Shu oqlarga aralash bitguncha aralashtiramiz. yedirib yuborish kerak-da. Yedirib yuborish kerak. Sindirsak oq chiqyapti baba, Oybek aka. Endi oq yo'qolguncha yuboramiz aka. Xohlasa masjidlarda baliq ovlamoqchimiz. Joyni ko'rsataman men sizlarga. Mana shunaqa oraliqlardan o'tib mana shu zovurda baliq ovlamoqchimiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Nima deyapsizlar? Rais bu katta ovchilar biriktirilgan bugungi ovimizga. Yemlarimiz tayyormi? Doktor Ali. Doktor Ali degani mana shu bola bo'ladi. Aynan mana shu zovurda juda yaxshi natijalar ko'rsatganmiz, yaxshi baliqlar ushlaganmiz. Mashinalardan ushlaganmiz. Xudo xolasa bugun ham ushlamoqchimiz. Bitta joyda olib joylashaman hozir. Mana shu joyga tushmoqchiman, Xudo xolasa. Olishga harakat qilamiz. Qarmog'imiz sekin yemlab tashlab olaman, ungacha videoni uzib turaman. Baliq ovish qozlari mana tortib turibdi ozgina. Telefonni o'rnatib videoga olish moslamasini olib kelmoqdim, shuning uchun qo'lda olishga majburman. Mana qarmoq tortyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bizda birinchi natija. Yomon emas birinchi natija. Mana bizda birinchi natija, Xudo xohlasa.
Boshlanishiga yomon emas. Menimcha sazanga o'xshayapti, sazan ekan. Hozir chiqarib olamiz buni. Mana keyingi o'ragimiz o'sha o'zimiz tayyorlagan qizil xamir. Ikkinchisi ham shu holatda. Hozir tashlaymiz, xudo xolasa. Joyiga tushdi. Demak, birinchi natijamiz yomon emas. Mana jonivor mayda turib solib qo'ydim. Jonivor katta baliq emas. Qarich bor. Keyingisi tushini poylaymiz mana. Manzara. Do'stlar, bizda ikkinchi balig'imiz ilindi. Xudo xolasa mana. Hozirgiga nisbatan sal kattaroq. Sazan ekan. Mana do'stlar, ikkinchi balig'imiz. Xudo xolasa yaxshi. Aniq katta emas-u, lekin yaxshi sazan. Mana yana qarmog'imizni yemlab tashlab qo'ydik. Muhimi biz uchun natija, baliqning katta kichiligi muhim emas. Hozircha ikkita bo'ldi. Yaxshi baliqlar faol. O'ta ham tinch joylar ekan. Yana tortyapti. Tamam, tekshirib qo'ydim. O'ragini yeb ketgan ekan. Yangi o'rak solib yana tashlab qo'ydim. Hozircha natija o'sha ikkita. Ikkita bo'yicha turibdi. Ko'rib qo'yamiz. Bismillah. Yaxshi. Turibdi ekan. Qarmog'imiz razmeri 450 santimetrlik, 4 metr 50 santimetr, leskasini qalinligi 0,50. Juda kurchoyning razmeri 12-13 millimetrlik kurchoylardan foydalandim. O'ragimiz o'sha tayyorlagan qizil xamir. O, ana tortyapti. Tortyapti. Hozir ko'ramiz yana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kattaroq ilindi yana ham. Xudoga shukr. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana do'stlar, yomon emas. Xudo xolasa sekin chiqarib olaman videoni o'chirib turib. Do'stlar, borgan sari baliqlarimiz kattalashyapti. Inshaalloh mana uchinchisi. Hozir tashlab qo'yamiz buni, xudo xolasa. Sekkiga tashlaymiz. Qochirib olmasam bo'ldi. Sekin ochib turib. Mana bu joyda.
3ta bo'ldi. Yaxshi natija yomon emas. Xo'p. Yana boshqatdan yemlab tashlaymiz hozir. Mana do'stlar, yemlab bo'ldim. Hozir qarmoqimiz tashlayman. Yig'ib turib. Bismillahirrohmanirrohim. Aynan o'sha joyga tushirib qo'yaman yana. Sababi bitta joyga tashlansa o'sha yerga baliq o'rganadi. Xo'rak yekkanda boshqa sheriklarni ham ko'rib o'sha yerga kelishni boshlaydi. O'shaning uchun iloji boricha bitta joyga tashlashga harakat qilish kerak. Har bitta baliqni ushlash uchun oradan 10 minut, 15 minut vaqt o'tyapti. Bugun ovni birinchi kuni yaxshi, natijalar yomon emas. Farg'ona viloyati Gaziyevon tumanida ov qilyapmiz. Mana tortyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bo'lmadi. Xudo xolasa endi bo'ladi. Mana joyiga qaytarib solib qo'ydim yana. Ovimiz shunaqa oqova suvda bo'lyapti. O, mana. Yaxshi. Ani bismillah. Mana tortib ko'ramiz. Bizda baliq bor, va qochdi. Qochib ketdi, yaxshi ilinmagan ekan. Mayli, nasib. Ham derdik. Hozirgina bitta balig'imizni suvdan chiqarmasdan turib qochirib yubordik. Yaxshi ilinmagan ekan, nasib. Yana xuddi shu joyga tashlab qo'ydik. Inshaalloh ushlaymiz. Kimda qanaqa savol, fikrlar bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozaverasizlar. Qo'ldan kelgancha javob berib boramiz. Javob topolmagan joyimizga mutaxassislardan javob olib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, kimdaki bo'sh vaqt bo'ladigan bo'lsa, iltimos baliq ovga chiqinglar. Bu juda bir maroqli, qiziqqan odam uchun. Miyalar, asablar dam oladi. Ayniqsa meni sog'lig'im uchun foydali. Sababi yaqinda davolanib kelganman Hindistonda. Yangi jigar almashtirib kelganman. Shuning uchun shunaqangi joylarda ko'proq yurishga harakat qilaman. Yurakka ham o'ta foydali deb eshitdim. Sababi baliq oviga kelganingizda har xil g'amlar chiqib ketadi, miyadagi tashvishlar unutilib, fikr va yodingiz faqat shu qarmoqqa qaratiladi. Do'stlar, normalniy tortyapti, normalniy. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Qochdi. Qarmoqda qochdi. Kattasi ilindi do'stlar. Kattasi ilindi. Hozir uni chiqarib olaman. O'chirib turamiz. Mana do'stlar, kattasi deganim sababi oldingi baliqlarimizdan katta, yaxshi, xudo xolasa zo'r. Borgan sari kattalari ilinyapti. 4-inchisi, xudo xolasa. Yaxshi, yomon emas. Hozir buni ham sekin setkaga solamiz. Mana sekin setkaga solib qo'yamiz buni ham. Bismillah. O'zi bosh tarafi bilan solish kerak edi, mayli. Orqasi bilan soldik, lekin tushdi yaxshi. O'z qarmog'imizni yemlab yana xuddi o'sha joyga tashlaymiz. Mana do'stlar, xudo xolasa qarmog'imizni yemlab yana xuddi o'sha joyga tashab qo'ydik. Kayfiyatim juda yaxshi, sababini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Baliq ovi juda maromida ketyapti. Baliqlar bugun zeriktirmayapti, shoshtirib qo'yapti.
O'z natijalarini yana bir ko'rsatib qo'yaman. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi, xudo xohlasa zo'r. Mana do'stimiz Alida ham natija bor ekan. Qani Ali? Sazanmi? O'zi standart to'pop baliqlar. Zo'r. Omadingni bersin. Hozir sopmayamiz idishga. Maza qilibsan-da o'sha. Tafsilotlar qanaqa? Vash go'zal. Baliqlar ancha faol, xudo xolasa yaxshi. O'sha ovga taqiq qo'yilishi foyda bo'ldi. Sababi baliqlar bemalol urug'larni qo'yib, baliqlar ko'paydi ancha. Agar taqiq bo'lmaganida ancha bu baliqlar qirilib ketgan bo'lardi. Baliqlar ko'paygani bilindi. Mana sherigimiz Alida yana bitta natija. Doktor Ali. Zo'r. Baliqlar qizg'in natijalar bo'lyapti hozir. Standart to'pop baliqlar. Sekin olib qopga solasiz endi Ali. Qopimizga bitta solinchi ko'raylik. Qoplaridan to'lib ketdimi? Oxirida bitta ko'rsatamiz video qilib. Natijalar yomon emas. Yaxshi. Ovga taqib qo'yilganining foydasi bilindimi, Ali? Ancha foyda qilibdi baliqlarga. Ko'payish bor. Yaxshi, zo'r. Alidan zo'r natijalar kutib qolamiz yana ham. Juda mohir ovchi ukamiz. Ovchilar uchun maxsus. Qarmog'imiz hali ham o'sha. Hozircha jam. Hozir ukamiz Ali ishlayotgan joyiga borib bir ko'rib video syomka qilib kelamiz. Mana shunchalik pastlikdamiz. Tomoni ancha balandlik. Taraf mana. Kenglik. Tarafdan uçağımız Alina abi. Judayam pastli joyda ekan. Ancha xavfli joyi va doktor. Опасный zonalarda yuramiz lekin. Mana manzara rosa baliq ovlashli joy ekan. Bo'pti, ovlarga omad, men ketdim nari tomonga yana joyimga. Bizda keyingi paklovka. Bismillah. Yo'q, yeb ketdi. Yana xuddi shunday hisob qo'ydim, yemlab. Bu do'stlar, normallik tortyapti, normallik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kattagina baliq ilindi mana. Kattagina.
kattagina. Sekin aldab chiqarib olamiz endi. Ichi bo'sh qo'yamiz, charchatish uchun. Ichi charchatib olamiz. Mana do'stlar. Bitta qo'limda kamera, bitta qo'limda qarmoq. Sekin kamerani o'chirib qo'yib turaman endi. Yo'q, mashiga kelganda qochirib yubordim. Nasib. Suvdan chiqmay turib qochdi. Yaxshi ilinmagan ekan sababi. Mayli, nima ham derdik. Bu ov do'stlar, har xil vaziyat bo'ladi. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Keyingi baliq kelishini kutib o'tiramiz endi. Mayli, nasib. Xudo xohlasa bundan kattalar keladi. Sherigimiz baqirib chaqirib qoldi, hozir boraychi, nima gap ekan. Mana shunaqa pastlikda joylashgan zo'rman. Ey! Nima bo'ldi aka? Ha? O'n qarang. Baliq turishini qarang, o'rtada osilib. Qo'yib yubormay turing, chiqaramiz uni. Anchagina normalniy baliq ekan. Mana do'stlar, Oybek ekanmi natijasi. Lekin qarmoqni ariga bitta qolib ketgan. Tushunmadim nima bo'lganini, baliq o'rtada osilib turibdi. Aka, bu nima bu? Zakaz holati bu. Atay qildingizmi? Yo'q, bizda atay bo'lmaydi. Turishini qaranglar baliq. Nima holat bu aka? Tavba qildim men. Nima qildik endi buni? Suvsar ham kelyapti bu yoqda. Ha? Suvsar ham kelyapti. Suvsar zeriktirdi buni. Balig'ingizni hozir chiqaramiz aka. Nima qilib chiqarsak bo'ladi? Men tushaman endi. Bo'ldi aka. Tortingchi. Sekin. Nimadir yo'li bo'lish kerak edi buni Oybek aka. Qilyapti, ish qilib bular zarf manaqqa bo'lyapti-da. Umuman tushunarsiz holat qarang. Bu atay qilishni ham iloji yo'q-da. Achida bunaqa holat hech bo'lmagan. Ming afsuslar bo'lsin, hozirgi baliqni qochirib yubordik. Iloji yo'q, nasib endi. Bunaqa baliqdan nechta qochdi bugun? Nimadan? Deyag'lar shu. Qarang, hali ilni polni qo'lomni. Ashingilni pol dedi. Hali o'zi ko'ynimga keldi, aspant beradi-da degandim. Bo'pti, endi menga qarang. Kechgacha yangisini olamiz. Xudo xolasa aka. Yurib bo'ldi baliq. Ha. Hozir ilon-chuvonga bo'ladimi aka u yo xamirgami? Ilon-chuvonga bo'ladi. Xamir bo'lganim qo'lyapti. Lekin aytamiz, katta tushirib oldi. Ha, kattasi tushib ketdimi? Men ham tushirdim aka, hozir kattasi. Tushib ketdi. Polon qilib ketdi demayman. Ha. Tushib ketib qoldi. Menda ham hozir qochirdim aka, men ham. Yo'q, yaxshi emas. Shunda yonimga keldi-yu qochdi aka. Suvdan chiqarmay turib qochirdim. Mayli aka, nasib. Ketdim men Oybek aka. Bo'ldi. Kechki ovimiz davom etyapti. O'sha ovni tugatsak ham bo'laveradi, Muhammad Ali. Bugungi natijalar bilan tanishtiraylik bo'lmasam, mana tortib turib hozir ham. Sen videoga olib turmasan, men ko'rsatay. Natijalarni. So'nggi natijalar. Bismillahirrohmanirrohim. Natijalarni olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi natijalarimiz. Hoji aka, mana Sanab tashlanaveradi ishga. keyingi qoptolinglar to'lib ketadi.
Yaxshi yomon emas. Cheres Yaklari bosib yuramiz, video tarqatib. Ha do'stlar, bugungi o'yinimiz tugab, inshaalloh uyga qaytmoqdamiz.